Nabaviyadamiz Murod bilan zamzamlardan iste'mol qildik. Videoda ko'rgandan tirigi vobshe boshqacha bo'lar ekan bolalar. Juda chiroyli. Masjidning mahobatidan til ojiz. Juda katta. Did bilan qilingan hamma yoqda Qur'on. Har bitta ustunning oldida 100 tacha Qur'on taxlab qo'yilgan. 9 tadan taxlangan. 9 tadan taxlab hozir bitta xodim tekshirib yuribdi. 9 tadanmi tekislab chiroyli qilib ham ko'k ko'ylaklilar xodimlar. Shu tozalikka, masjidlarga e'tibor berishar ekan. Bolachalar ham yurishibdi. O'zbekistonliklarni Murod turibdi. Faisal. Odamlar dam olib namoz o'qiyverishadi. Shu uxlagan tahorat buziladi deyishadi, hayronmi? Borib tahorat qilib kelsa kerak, chetroqlarga.